Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Munisa. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bugungi dushanba kuni ish kunini bir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bugungi kunimiz qanaqangi o'tar ekan va bizga nimalarni kartalarimiz maslahatlar beradi. Отношениyalarda, karyerada bizni nimalar kutmoqda? Har bitta kommentni o'qib chiqyapman. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaringiz albatta yangi videolar qilamiz. Demak, uchrashuvlar, kichik ziyofatlar bor. Kurashib turibsiz hozircha. Harakatdasiz. Sovg'a salomlar kelishi kutilmoqda. Bitta niyatni o'ylayapsiz. Xudo xolasa amalga oshadi. Adolatli bo'ling, tarozini pallasini teng tuting. Hamma narsani o'zingizga olavermang. Karyerada ko'radigan bo'lsak, biron bir ish joyidagilar bilan yig'in, kichik bir marosimlar, tug'ilgan kunmi, shunga o'xshash narsalar bor. Harakatdasiz va sovg'a salomlar, mehmondorchiliklar qandaydir kutilyapti. Qurilish boshlaganlar bo'lsa, uy-joy qurilishi ham boshlanishi mumkin. Niyat qilib turibsiz. Adolatli bo'ling, hammasi yaxshi bo'ladi va hamma narsani o'zingizga olavermang. Munosabatlarga keladigan bo'lsak, chiroyli bir uchrashuvlardan so'ng yana siz tomonga sovg'a salomlar bilan aqlingizdagi inson qaytib kelishi bor, o'ylab turibdi. Hamma narsaga diqqat bo'lavermang. Kunlaringiz yaxshi o'tsin. Sizlar bilan Munisa. Like va obuna bo'lishni unutmang.